Hazrati Bahovuddin Naqshbandiy onalarni ziyoratgohida biza orqamda mana hovuz turibdi. Hovuzda oq qush suzib yuribdi. Lekin hovuz suv shu darajada ifloski, bu oqqushga ham ovqat berilmaydi shekilli. Oqqushlar qizil kitobga kiritilgan. Bunday holat, ya'ni oqqushni bunday qilib boqish bu vahshiyona munosabat hisoblanadi. Buxoroda Hazrati Bahovuddin Naqshbandiy va onalari Bibi Orifa ziyoratgohlarida joylashgan hovuzdagi oqqushlar achinarli holatda. Avvalo Bibi Orifa ziyoratgohidagi hovuzning suvi iflos, turli xil plastik, selofan kabi chiqindilarga to'la. Bundan tashqari oqqush, g'oz va o'rdaklarning yozda issiqdan, qishda esa sovuqdan saqlanadigan uychasi yo'q. Jazirama issiqda qushlar beton zinapoya ustida turishga majbur. Hazrati Bahovuddin Naqshband ziyoratgohi hovuzda qushlar anchagina. Oqqushlar g'oz va o'rdaklar, ammo ularga kichik uycha qo'yilgan xolos. Suvi ham o'ta iflos. Qushlar oziqlantirilmaydi shekilli, ziyoratchilar tashlagan non bo'laklarini talashib yeyishadi. Aslida esa oqqushlarga eng katta yordam ularni oziqlantirish emas, balki yashash muhitini toza saqlashdir. Non qushlarning tabiiy ozuqasi emas, muntazam berib turilsa, ularning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi, suvning yanada ifloslanishiga va bakteriyalar ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin. Oqqushlar iflos suvda ma'lum vaqt yashay olishi mumkin, lekin bu ular uchun xavfsiz muhit degani emas. Loyqa suv, plastik chiqindilar va boshqa ifloslantiruvchi moddalar qushlarning salomatligiga, oziqlanishiga va hayotiga jiddiy xavf tug'diradi. Ziyoratgohga juda ko'p xorij sayyohlari kelishadi va shunday muqaddas joyda qushlarning saqlanish sharoitini ko'rib, afsuslanib bosh chayqaganlari va bu jonivorlarga nisbatan vahshiylik ekanligi haqida daniyalik sayyohlar fikr bildirishdi. Ziyoratgoh ma'muriyati, Buxoro ekologiya va iqlim o'zgarishi boshqarmasi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan oqqushlar va boshqa parrandalarning sharoitini yaxshilashadi degan umiddamiz. Qushlarni bunday ahvolga solgan insonlar esa albatta jazolanishi kerak.